Bugun hammom pechkalarimiz ichida eng kichkina razmerdagi eng budjetli variantini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, pechkamiz turli materialda bo'lgan. Uzuni 70 sm, balandligi 40 sm, eniga 40 sm, pastki qismi o'tqani 50 sm, tepa qismi 20 sm holatda bo'lgan. Xo'p, suv bokimiz 50 litrlik bo'ladi. Pechkamiz narxiga keladigan bo'lsa, narxi 1,5 million so'm. Shu holatda, ya'ni hech qanday qo'shimchasiz. Xo'p, suv bokimiz pechkamizdan ajraydigan holatda bo'ladi, ya'ni suv bokini aylantirib hammomga o'rnatib bo'lgandan keyin o'ziga qulay qilib joylashtirib olishingiz mumkin. Xo'p, pechkamiz o'zini olinadigan bo'lsa, quruq suv boksiz olinadigan bo'lsa 1 million 100 ming so'm, suv boki bilan olinadigan bo'lsa 1,5 million so'm holatda bo'ladi. Bu narxning ichiga dastavka kirmaydi. Dastavkani O'zbekiston bo'ylab любой joygacha qilib bera olamiz, faqat dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Xo'p, suv bokimizda kran rezba yo'q. Qopqoqli qilib berilgan, suv quyib ishlatiladigan bo'lgan. Zakaz asosida bo'lgani uchun shunaqa bo'lyapti. Bunga rezba ham qo'yib beraveramiz, ya'ni qopqoq yo'q, rezba bilan dushovaga montaj qilaveradi. Kranni qo'yib berilgan suv olib ishlatishlik uchun. Xo'p, razmerlarni aytib o'tdim. Materiali turli listdan bo'lgan pechkamiz. Xo'p, 3 metrgacha bo'lgan hammomlarni isitib bera oladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda nomer ham qoldiramiz. Nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dastavkasi albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Bu hozircha hammom pechkalarimiz ichidagi eng budjetli, eng arzon varianti.